Yevropaning bir qancha turnirlarida deyarli chempion nomi aniq, lekin bitta ligada emas. APL. APLda hali hamon chempionlik uchun kurash avjida. Nafaqat chempionlik uchun, balki Yevro kuboklar uchun ham hozir ashaddiy jang ketmoqda. Bugun bizada sabab rubrikasi va bugungi mavzuyimiz Angliya Premier Ligasi 2025-26 mavsum. Ya'ni biz bu videoda APLni kim yutishi haqida ko'rib chiqamiz. Manchester City yoki Arsenal. Videoni boshlashimizdan oldin har doimgidek unga like bosib qo'ying hamda kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa sekin boshlasak ham bo'ladi. Xusan Sport YouTube kanali. Videoga like bosib qo'ying hamda kanalga obuna bo'ling. Biz esa boshladik. APLni Arsenal yutadi va birinchi sabab taktik mukammallik va murabbiyning tizimi. Mikel Arteta hozirda zamonaviy futbolning intellektual murabbiylaridan biri. Uning o'yini pozitsion futbol, yuqori pressing va to'p nazoratiga asoslangan. Arsenal hujumdan himoyaga va himoyadan hujumga juda tez o'tadi. Bu esa kuchli raqiblarga qarshi ustunlik beradi. Masalan, jamoada qanotlardan kirib kelib, markazga kombinatsiyalar orqali golli vaziyatlarni yaratadi yoki pressing orqali raqibni xato qilishga majbur qiladi. Natijada oddiy jamoalar qarshi turishi qiyin bo'ladi va uzoq mavsum davomida barqaror natija beradi. Manchester City APLni yutadi va birinchi sabab to'liq tarkib va murabbiy Pep Guardiolaning geniy darajasi. Pep Guardiola futbol tarixidagi eng kuchli va taktik murabbiylardan biri bo'lib, uning jamoasi to'p nazorati, qisqa paslar va pozitsion o'yinni mukammal darajaga olib chiqib beradi. Manchester City o'yinda deyarli doim ustunlik qiladi. Raqibni o'z maydoniga qamab qo'yadi va kichik bosqichlardan ham golli vaziyatlarni yaratadi. Masalan, himoyachilar ham hujumda ishtirok etadi, yarim himoyachilar esa o'yinni to'liq boshqaradi. Bu tizim uzoq mavsum davomida ochko yo'qotilmasligini ta'minlagan. APLni Arsenal yutadi va ikkinchi sabab yosh va energiyaga to'la tarkib. Arsenal tarkibida yosh, tezkor va och o'yinchilar ko'p bo'lib, ular har o'yinda maksimal energiya bilan harakat qiladi. Lekin bu shu bilan birga jamoaga tajribali futbolchilari ham bor. Bu esa muhim o'yinlarda sovuqqonlikni saqlashga yordam beradi. Masalan, yoshlar tez pressing qiladi, tez yuguradi va kreativ o'yin ko'rsatadi. Tajribali futbolchilar esa o'yinni boshqaradi, vaqtni nazorat qiladi va qiyin vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qiladi. Bu kombinatsiya chempionlik uchun juda muhim. Manchester City APLni yutadi va ikkinchi sabab super yulduzlar. City tarkibi juda keng va sifatli. Har bir pozitsiyada kamida ikkita top darajadagi o'yinchi bor. Bu esa jarohatlar yoki charchoq paytida ham jamoaning kuchini pasaytirmasligini ta'minlaydi. Masalan, Erling Haaland kabi gol mashinasi hujumda doim xavf tug'diradi. Boshqa o'yinchilar esa unga vaziyat yaratib beradi. Natijada jamoa bir o'yinga bog'lanib qolmaydi va istalgan vaqtda gol urish imkoniga ega. APL chempioni Arsenal. Uchinchi sabab mentalitet. So'nggi mavsumlarda Arsenalning eng katta muammosi barqarorlik edi, lekin jamoa asta-sekinlik bilan mental jihatdan kuchayib bormoqda. Ya'ni ular endi katta bosim ostida ham o'z o'yinini yo'qotmayapti. Kuchli jamoalarga qarshi ham, kichik jamoalarga qarshi ham bir xil darajada jiddiy o'ynaydi. Chempionlik aynan shunda hal bo'ladi. Oddiy o'yinlarda ochko yo'qotmaslik, masalan, pastki o'rinlardagi jamoalarni muntazam yutish va to'p o'yinlarda kamida durang olish. Bu esa mavsum oxirida farq keltirib chiqaradi. Bo'ldi. Manchester City chempion va uchinchi sabab mentalitet va tajriba. Manchester City so'nggi yillarda bir necha bor chempion bo'lib, g'alaba qozonish mentalitetini shakllantirib bo'lgan. Ular bosim ostida ham sovuqqon o'ynaydi va muhim o'yinlarda xatoga kam yo'l qo'yadi. Masalan, mavsum oxirida chempionlik uchun kurash
kechayotganda aynan tajriba, ruhiy kuch hal qiluvchi rol o'ynaydi. City esa bu jihatdan deyarli hammadan ustun. Shuning uchun ular oxirgi turlarda ham ochko yo'qotmay ketma-ket g'alabalar qozonadi. Nima bo'lganda ham bugun Premier Liga chempioni deyarli aniq bo'ladi. Bugun Arsenal Manchester Cityga qarshi APLning 33-turida kurash olib boradi va yutgan chempion desak ham bo'ladi. Sizga esa shu video yoqqan bo'lsa, hoziroq o'tib kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying, hamda Telegram kanalimizda ushbu o'yinni bemalol jonli efirda hech qanday qotishlarsiz ko'rsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa yana bir bor like bosib qo'ying hamda obuna bo'ling. Biz esa sekin videoga yakun yasasak ham bo'ladi. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Haytgancha o'yinni ham o'tkazib yubormang va bu finalga teng o'yin bo'ladi.